Amerika Dövlət Baş katibi Pومپېئونىڭ 2020 yılı 23 iyul Nixon prezident xatىرە kütüpxanısıda sözlىگەن نۇتقى. İlavə. Bu nutqning muhim məzmuni Erkin Asiya radiosu tərəfindən tərcüm qılınıb anlatılgan. Allah ulardan razı bolsun. Baş katib Pومپېئونىڭ bu qitimliq nutqi Amerika-Xitay münasibətinin yeni yönelişini belgilegen halkılık bir qitimliq nutuq ve bu nutuq Amerika'nın Xitayni erkin dünyaga başlap kirib, yeşil çırak yıkıp bergen 50 yıllık ümit arzusunun suğu çilişi ve yeni rıqabet, yeni soğuk uruşunun başlanışı deb qarılıvatıdı. Nixon Xitayni yetim qaldırğandan köre yardam ve dostluk kolunu sunuş arqılıq birinchidan Sovet ittifoqidagi zo'magarni yolg'iz qaldirish, ikkinchidan erkin dunyoning yordami va ta'sirida ularning demokratik dunyoning asosiy prinsiplariga hurmat qilib va moslashib dunyoning tinchligi uchun kuch chiqarishini umid qilgan. Afsuski, natijada undaq bo'lmay qoldi. Nixon ansiragan ish yuz berdi. Ming bir jafoda besib yotgan tuxumdan 7 boshliq yalmavuz chiqdi. Texmo qo'rqinishligi bu maxluq Sovet ittifoqidek beshini ichiga tiqib olmasdan dunyoning hamma yeriga tumshqini tirab, virusdek yeyilib, dunyoning tinchligini qo'g'dash u yoqda tursin, balki to'sib olg'usiz bir tahdid bo'lib, zo'mgarlikning yangi nusxasini yaratdi. Bu biz uchun bir tarixiy fursat. Milyonlagan qarindoshlarımızның tasvirliksiz azob uqubatlari va jonlari badaliga kelgan bir fursat. Siyosiy yo'llarimiz, faoliyatchilarimiz va nurg'unlagan nomsiz fidokorlarimizning tinimsiz xizmati va mazlum qarindoshlarimizning solih duolari bilan Allah dushmanimizga uningdan kuchlik bir raqobatchini avatdi. Bizga o'xshash Allohdan boshqa xolis do'sti bo'lmagan millatlarning mavjud bo'lib turishi ko'pincha ahvolda cho'ng kuchlar o'ttirsidagi muovazanalar, so'rkilishlar, urushlar va strategiyalik munosabatlardan qanday qilib unumlik foydalanishni bilishidir. To'lagan badal bak ig'ir, lekin kutgan fursat keldi. Ammo buni oxirgi meva deb qarab, dasturxonga, mukofot sahnasiga va mikrofonga yugurish yengillik. Fursat bizdan texmi ig'ir besiq, texmi zirak, texmi fidokor, texmi qattiq, texmi ittifoq bo'lishni va texmi ig'ir badalga tayyor holatda turishimizni talab qiladi. Taqdir hammamizning peshonasida ekan. Millatning taqdiriga munosabatlik eng kichik ishlarmi, eng kichik qaror xabarlarmi xuddi uyimizning ijarasidek ko'z oldimizda turishi kerak. Allah bizni bu fursatni joyida tutib, millatimizning baxtiga aylantirib berishga nasib qilsin. Pida'iy tərjimanlar гۇرۇپپىسى 2020 yılı 27 iyul. Tövəndə Pومپېئو əpəndining sözünün əsli nusxası. Köpçilikka rəhmət. Şundaqla ştat başlığının səmimi maqtığınığa köp rəhmət. Həqiqətən məktəbning, yəni Pومپېئو öz oxugan məktəbni közdə tutqan. Bədən çiniqtirish zaliga kirib, Pومپېئو degan ismni tilga alsınız, kusurlaşqan ovozni anglaysız. To'g'ri. Mening o maktabda Mark ismli bir do'stim bor edi va u nihoyatda qaltis basketbol mayir edi. Biz yana ko'k burgut harbiy shtati va yuqori darajalik uchquchi Kayla Haysimizga va uning davlat marshini voyaga yetkazib o'rinlab berganiga olqish bildiramiz. Pop Laurenning ta'sirlik duosiga rahmat. Men yana Howard
va Nixon fondi jamiyatining meni bu mo'yim Amerika organida so'z qilishga taklif qilganiga rahmatimni bildiraman. Quruqluq armiyadan kelib chiqqan birisining dengiz armiyasidagilarning uyining oldida havo armiyasining naqshisiga jo'r bo'lishi va dengiz armiyasidagilarning tanishtirishiga nail bo'lishi haqiqatan hayajonliq. Men Yorba Lindaga kelganligimdan to'liq sharaf his qilaman. Bu Nixonning dadasi barpo qilgan ham Nixon tug'ilib o'sib yetilgan joy. Nixon markaziy mudiriyat jamiyati va barliq xizmatchi xodimlarning hozirgidek qiyin sharoit ostida men va mening guruppamning bugungi faoliyatining ro'yobga chiqishiga zo'r kuch chiqarganligiga ko'p rahmat. Biz alayda mehmonimiz Chris Nixonning bu yerga qadam tashrif qilganligidan to'liq xursand bo'ldik. Shundaqla Teresa Nixon va Julie Nixon Eisenhowerning qo'llab kelganligiga tashakkurimizni bildiramiz. Men uzun musofalarni besib, bugungi faoliyatga qatnashgan botur Xitoy o'qitichi zotlarga rahmat aytaman va boshqa barliq qadrlik mehmonlarimizga rahmat aytaman. Bevosita tarqitishni ko'rayotgan ko'rurmanlarga rahmat. Oxirida shtat boshlig'i deb o'tgandek, men bu yerdan ancha yiroq bo'lmagan Santa Anadada tug'ilgan. O'ltirgan mehmonlar orasida hadam va yo'ldishim bor. Sizlarning qatnashganinglarga rahmat. Meningcha sizlar mening bu yerga kelishimni zodil o'ylabmi baxmagan bo'lishinglar mumkin. Mening bugun so'zlamoqchi bo'lganim, men davlat mudofaa bexatarlik maslahatchisi Robert Orbain, FBI'ning boshlig'i Chris Wray va bosh taftish Bardon qatorliqlardan talab qilgan Xitoy to'g'risidagi bir yurish bayonotlardan keyingi Xitoy siyosatiga oid 4-chi bayonot hisoblanadi. Bizning maqsadimiz nihoyat aniq, burchimiz haqiqiy. U bo'lsa Amerika-Xitoy munosabatidagi o'xshamagan tarafini tushuntirish, 10 necha yildan buyanqi yig'ilib kelgan zo'r tangpingsiz munosabat va shundaqla Xitoy Kommunist partiyasining zo'migarlik maqsadini yo'ritib berish. Bizning nishonimiz bo'lsa, Prezident Trumpning Xitoy siyosatidagi hal qilmoqchi bo'lgan Amerikaliklarning tahdid ostida ekanligini texmi aniq yo'ritib bermoqchi va bu erkinliklarni qo'g'dash uchun strategiyamiz tuzilib bo'ldi. Maslahatchi O'Brien ideologiya to'g'riliq. Federatsiya tekshirish idorasi boshlig'i Christopher Wray ishpiyonlik to'g'riliq. Bosh taftish bar iqtisod to'g'riliq so'zladi. Mening maqsadim hammani bir yerga to'plab, Amerika xalqi uchun Xitoy tahdidining bizning iqtisodimiz, erkinligimiz va jumladan dunyodagi erkin demokratik davlatlarning kelgusi uchun nimadan derak berdiganligini tafsiliy bayon qilishdir. Kelar yili bo'lsa, doktor Kissingerning Xitoyni maxfiy ziyorat qilganligiga yarim asr bo'ladi. Hamda 2022 yili Prezident Nixonning Xitoyni ziyorat qilganligiga 50 yil bo'ladi. U vaqtdagi dunyo hozirqiga tubdan o'xshamaydi. Xitoy bilan bo'lgan aloqa, ittifoqlik va hamkorlikning parlaq kelgusini yoritadi deb tasavvur qilgandik. Biroq bugun hammamiz yanala maska taqab, yuqum zamin bo'lgan jonlar sonining eshishini ko'rib o'ltiryapmiz. Buningga Xitoy Kompartiyasi dunyoga bergan va'dasida turmasligi sabab bo'ldi. Biz har kun atdiganda Hong Kong va Xinjiangdagi bostirishga oid yangi xabarlarni o'qiyapmiz. Biz Xitoyning sodini suiiste'mol qilishning Amerikadagi xizmat fursatlariga va iqtisodiy gavdalarga qanchalik zo'r ziyon yetkazganligi haqidagi sonliq ma'lumotlarni ko'ryapmiz. Biz bargan siri zo'rayib,
təhdid paydo qilayotgan Xitoy armiyasini ko'ryapmiz. Men mush Kaliforniyadan tortib, men tug'ilgan Kansasgacha, hatto boshqa joylardagi amerikaliklarning ko'nglidagi va kallasini chirmab olgan savollarni bu yerda yana bir qatim qaytalayman. Xitoy bilan munosabat o'rnatgan 50 yildan keyingi bugungi kunda Amerika xalqi dunyoga nimani ko'rsatdi? Bizning burunqi rahbarlarimiz o'ttirg'i qo'ygan Xitoyning erkinligiga va demokratiyaga qarab o'zgarishining to'g'ri bo'lishi isbotlandimi? Bu Xitoyning deganidagi atalmish qo'sh yengish holatimi? Haqiqatan bir tashqi ishlar ministri nuqtasidan kuzatganda Amerika burunqidan bexatarmi? Bizning o'zimizning va avlodlarimizning tinch kelgusi bo'lishining mumkinchiligi qanchalik? Biz bu ochiq haqiqatni e'tirof qilishimiz kerak. Biz cho'qim kelgusi bir necha yil va necha 10 yilda bizga yetakchilik qilish zarur bo'lgan ochiq haqiqatni e'tirof qilishimiz kerak. Agar biz Shi Jinping tushi hukmron bo'lgan 21-asr emas, erkin 21-asrga erishimiz deydiganmiz, Xitoy bilan qarog'lachi munosabat o'rnatishni tashabbus qiladigan ko'ni padi bilan ish qilishni davomlashtirmasligimiz, uningga qaytmasligimiz kerak. Prezident Trump naiti aniq o'ttirg'i qo'yganidek, biz Amerika iqtisodini, shundaqla bizning turmush usulimizni qo'g'daydigan strategiyaga muhtoj. Erkin dunyo cho'qim bu yangi zulm ustidan g'olib chiqishi kerak. Gerçi hozir men prezident Niksonning yaratgan mirosini buzib tashlagandek ko'rinsammi? Mening eskartmoqchi bo'lganim, uning qilganlari shu vaqtda amerikaliklar uchun eng yaxshi tanlash ekanligiga ishonganligi hamda uning qilganlari to'g'ri bo'lishi mumkindi. U naytimi qaltis Xitoy tadqiqotchisi ham keskin so'g'uq urush jangchisi. Xitoy xalqi nayt hurmatlagan kishi, xuddi bizga o'xshash. Uning Xitoyning intayin muhim ekanligini va qat'iy nazardan saqit qilishga bo'lmaydiganligini, hatto Xitoyning o'zining g'aljir siyosati savallik ojizlab ketgan vaqtdami bu haqiqatni tunib yetganligi uchun u texmo ko'p madilashga loyiqdir. 1967-yildagi intayin dangliq tashqi ishlar nomli maqolasida Nixon o'zining kelgusidagi strategiyasini tushuntirgan. Uning so'zini tuvanda deb o'taman. U kelgusini o'ylaganda biz Xitoyni mangu xalqaro oilasining sirtiga tashlab qo'ysak qat'iy bo'lmaydi. Xitoy o'zgarmagicha dunyo bexatar bo'lmaydi. Şoňa bizning maqsadimiz qurbitimiz yetguncha ishlarga ta'sir qilish, bizning maqsadimiz o'zgarishni keltirib chiqarish. Meningcha bu maqolning markaziy ideyasi o'zgarishni keltirib chiqarishdir. Şoňa prezident Niksonning Beijingdagi tarixiy ziyorati bizning aloqa strategiyamizga yo'l ochdi. O oliyjanoblik bilan texmi erkin va bexatar dunyo izlagan. O Xitoy kompartiyasining bu va'diga javob qaytarishini umid qilgan. Vaqtning o'tishiga agishib, Amerikaning siyosat tuzguvchilari Xitoyning gullanishiga agishib, echivitildi. Ichki jihatda texmi erkinlashdi. Sirtqi unchilik tahdid bo'lmaydi va do'stona bo'ladi deb faraz qildi. Ishonimanki, ko'rinishda hamma ish muqarrardek qildi. Qandaqli bo'lmasin, muqarrar deb qaragan davr oxirlashdi. Biz yo'lga qo'ygan aloqa o'rnatish siyosati Xitoyda prezident Nikson umid qiladigan o'zgarishlarni ilib kelolmadi. Amaliyotda shuni isbotladiki, bizning siyosatimiz shundaqla boshqa erkin davlatlarning siyosati Jungoning mag'lub bo'lgan iqtisodini qaytadan jonlantirdi. Ammo bizning ko'rdig'inimiz Beijingni
tishlab beqivatqan xalqarалық qo'l. Amerika Xitoy puhralarga keng quchoq ochgan bo'lsa-mu, bizning ko'ginimiz faqat Xitoy Kommunistik partiyasining Amerikadagi erkin va ochiq jamiyatga bussiz singib kirishi bo'ldi. Ular axborot e'lon qilish yig'inimizga, tadqiqot markazlarimizga, to'liq o'tir maktablarimizga, oliy maktablarimizga, hatto ota-ona o'qituvchilar birlashmasi yig'inlarimizga tashviqotchilarni avatdi. Biz Tayvandagi do'stlarimizni chetga qoqdik, ammo ular kuchlik demokratiyaga aylandi. Biz Xitoy Kommunistik partiyasiga va hokimiyatning o'ziga alohida iqtisodiy muomala qildik. Bizning ko'rganimiz faqat Xitoy Kommunistik partiyasining Xitoyga kirgan g'arb shirkatlarining qabul qilinish shart sifatida kishilik huquq dafsandichiligiga sukut qilishni talab qilishda ching turganligi bo'ldi. Bosh maslahatchi Oberheyn oldingi kunlar bir qancha misolni o'ttirib qo'ydi. Marriott, Amerika aviatsiya shirkati, Delta aviatsiya shirkati, Birlashma aviatsiya shirkati qatorliq shirkatlarning hammasi Beijingning ochig'ini keltirmaslik uchun ularning tor bekatlaridan Tayvanga oid foydalanmalarni o'chirvatdi. Bu yerdan ancha yiroq bo'lmagan Hollywood, Amerikaning ijodiyat erkinligining markazi va o'zini ijtimoiy adolatning o'ziga xos kemichisi bo'lgan Hollywoodmo Xitoyga foydasiz yengil so'z iboralarni ishlatganligi uchun o'zini tekshirishga majburlanmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasining savdo chambarida tinsiz qabul qilinishi dunyoning har qaysi joylarida yuz beryotidi. Karxon dunyosidagi bu sadoqatmanlik qanchalik unum berdi? Bu xushamatning foydasi bormi? Men bosh taftish barning oldingi hafta qilgan so'zidan naql keltiray. Xitoy hukmronligining oxirgi urinishi Amerika bilan savdo qilish emas. U Amerikani talon-taroj qilish, Xitoyning bizning qimmatlik aqliy mulk huquqimiz va savdo maxfiyatligimizni o'g'irlab, butun Amerikada millionlagan kishining ish o'rnidan ayrilishiga sababchi bo'ldi. U Amerikadan ta'minlash zanjirini yutib olib, qul emgak kuchidan yasalgan aslahalarni bozorga soldi. U dunyodagi mo'yum suv yo'llarining xalqaro savdo ishlaridagi bexatarligini ko'p tuvallatibdi. Prezident Nixon bir qatam o'zining Xitoy Kommunist partiyasini dunyoga echivitishning alvasti Frankensteinni barliq keltirdiganligidan ansiraydiganligini aytgan. Mana bugun biz shu ahvolda turibmiz. Adolatparvar kishilar nemishqa erkin davlatlarning bu nachar ishlarning shuncha yil yuz berishiga yo'l qo'yganligini munozir qila oladi. Balkim biz Xitoy kommunizmining shiddatli besimiga bak sotilik qilgan bo'lishimiz mumkin. Yoki so'g'uq munosabatlar urushidan keyin biz g'alaba qildiganligimizga ishonamiz deb o'yladik. Yoki qo'rqinchoq kapitalist bo'ldik, yoki Beijingning tinch o'rlash shuaridan ko'zimiz pardalandi. Nima sababdan bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoy bugungi kunda davlat ichida borgan sari mustabidlashyapti va dunyoning boshqa joylaridagi erkinlikka texmi dushman nazarda qaramoqda. Prezident Trumpning sabr to'shdi. Meningcha, ikki partiyadagi nurg'un kishilar bugun men ko'rsatgan paketlardan gumonlanmaydi. Ammo hozirmi ba'zi kishilar yanala dialog shaklini saqlab qolishimiz kerakligini ta'kidlayotdi. Hozir suhbatlashishda ching turdiganligimiz aniq. Ammo endi suhbat boshqacha bo'ladi. Bir necha hafta ilgari men Honoluluga berib, Yangjeji, ya'ni Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar ishxonasining mudiri bilan ko'rishdim. Yanala koni ssenariy takrorlandi. Nurg'un gaplar bo'lindi.
Әмма hech qandaq əməli hərəkətni özgərtiş toğrısında söz bulunmadı. O, ilgirkiga o'xshashla bir muncha quruq va'da berdi. Mening farzimcha, uning umidi yana Amerikaga bir muncha talab qo'yib, Amerikaning bo'ysunishini talab qilishdir. Chunki ochiqni aytganda, ilgirki Amerika hukumatlari Xitoyning talablariga ma'qul deb kelgan. Biroq men ma'qul demadim. Prezident Trumpmo ham demaydi. Baş məsləhətçi O'Brien bunu nəhayət yaxşı düşəndirdi. Biz şunu unutub qalmaslığımız kerak ki, Xitoy kommunistik hakimiyyəti, marksizm, leninizm hakimiyyəti, baş sekretar Xi Jinping vayron bo'lgan hakim mutlaq ideologiyasiga haqiqiy ishonadi. Uning ideologiyasi Xitoy kommunizmning dunyoviy zo'migarlikka bo'lgan orzusini necha 10 yildan buyon qondirib keldi. Amerika Xitoy bilan bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi siyosat va ideologiyadagi tub farqni endi nazardan saqit qila olmaydi. Xuddi Xitoyni azaldan saqit qilmaganidek. Avam palatasi axborot komitetida xizmat qilgan, keyin Markaziy axborot idorasining boshlig'i bo'lgan va 2 yildan ko'proq vaqt davlat ishlari katibi bo'lgan tajribalarim menga tuvandagi masalani oydinlashtirdi. Kommunist Xitoyni haqiqiy o'zgartishning birdan-bir yo'li Xitoy Kompartiyasi rahbarlarining deginiga emas, balki qilgan ishlariga asosan harakat qilish. Sobiq prezident Reagan ayni chaqda Sovet ittifoqi bilan muomala qilganda uningga ishon, lekin tekshirib ko'r degan prinsip bo'yicha ish ko'rganligini aytdi. Ammo Xitoy Kompartiyasi tilga elinsa, men aytamanki, biz qat'iy ishonmasligimiz va dalillashimiz kerak. Biz dunyodagi erkinlikni so'yadigan davlatlar Prezident Nixon arzu qilgandek Xitoyni o'zgarishga qoyil qilishimiz kerak. Beijingning harakati xalqimizga va gullanishimizga tahdid shakllantirgan. Biz Xitoyni cho'qim, texmo ijobiy va qat'iylik bilan o'zgarish elib berishga ma'qul keltirishimiz lozim. Biz buningda xalqimiz va ittifoqdoshlarimizning Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan tunishini o'zgartishdan boshlayli. Biz ularga amaliy ahvolni so'zlashimiz kerak. Biz Xitoy deyilayotgan bu gavdiga boshqa normal davlatlarga o'xshash muomala qila olmaymiz. Biz Xitoy bilan savdo qilishning normal qonunga rioya qiladigan davlat bilan savdo qilishga o'xshamaydiganligini bilamiz. Beijing xalqaro kelishimlarga tahdid soladi va xalqaro takliflarni, kelishimlarimizni dunyoga hukmronlik qilishning vositasi deb qaraydi. Ammo bizning savdo vakilimiz birinchi bosqichlik savdo kelishimida adil savdo shartlarida ching turib, manfaatimizni qandoq qo'g'digan bo'lsa, bizmo Xitoyni bilim, mulk huquqi o'g'irlash va amerikalik ishchilarga ziyon solgan siyosatlarni bo'yniga elishga majburlashimiz kerak. Bilimizki, Kompartiya orqa terak bo'lgan shirkatlar bilan savdo qilish Kanadaning bir savdo shirkati bilan savdo qilganga o'xshash bo'lmaydi. Ular shirkatning mustaqil hay'atlarga javob bermaydi. Ularning ko'pinchisi davlatni qo'g'dab turdi. Shunga foyda qo'g'lashishning hojati yo'q. Huawei buningga yaxshi misol bo'la oladi. Biz Huawei'ni odatdagi bir telegraf shirkati deb pardozlab ko'rsatishdan to'xtadik. Bu shirkatning mulozimati orqali siz faqat do'stlaringiz bilan xotirjam paranglasha olasiz. Biz uni davlat bexatarlik uchun haqiqiy tahdid deb qardik va shuningga ko'ra harakat qo'llandik. Agar Amerika shirkatlari Xitoyga mablag' solsa, ular Kommunist partiyaning kishilik huquq dafsandichiligiga bilib bilmay yantayoq bo'lgan bo'ladi. Bizning boyliq va savdo bo'limimiz dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning eng aqalli insoniy huquqiga ziyon selayotgan va daxli taruz qilayotgan Xitoy rahbarlarining
qora tizimlikini tuzib chiqib tasdiqladi. Bir qancha vakolatchilarimiz bir savdo maslahatchisi bilan birlashib shirkatlarning bosh ijroiya amaldoriga ularning Xitoydagi ta'minlash zanjirining bosh oxirini uqtirdi. Biz Xitoylik o'quvchilar va xizmatchilarning hammasining normal o'quvchi va ishchi emasligini bilamiz. Ularning ba'zilari bu yerga ozroq pul tepish va bilim elish uchun kelgan bo'lsa-mu, ammo ko'pinchisi bizning bilim mulk huquqimizni o'g'irlab, o'z davlatiga aktish uchun bu yerga keladi. Adliya tarmoqlari va boshqa organlar bu jinoyatlar ustida qattiq jazo yurgizdi. Biz Xalq ozodlik armiyasining normal bir armiya emasligini bilamiz. Uning vazifasi Xitoy Kommunist partiya sarxillarining mutlaq hukmronligini qo'g'dash va Xitoy imperiyasini kengaytirish, hargizmo odatdagi Xitoy fuqarolarini qo'g'dash emas. Şoňa bizning mudofaa ministrligimiz Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlari va Tayvan bo'g'ozi atrofida yo'l boshlash va yo'l yurish erkinligini kafolatlantirish uchun ko'p xizmat ko'rsatdi. Biz Xitoyning olam boshlig'idan iborat bu atoqli chegaradagi ig'vogarchiligining oldini olish uchun olam boshlig'i qismi qurdik. Aniqini aytganda, biz Davlat ishlari mahkamasida Prezident Trumpning odillik va o'zaro manfaat yetkazishni asos qilgan g'oyasini ilgari surib, necha 10 yil mobaynida maydonga kelgan tangpungsizlikni qayta yezishga turtki bo'lgan yangi bir yurish siyosatlarni tuzdik. Bu hafta biz jasusluq va bilim mulk huquqi o'g'irlash uchun uvi bo'lib qolgan Xitoyning Houstondagi elchixonasining taqalganligini e'lon qildik. Biz 2 hafta ilgari Janubiy Xitoy dengiziga qartilgan xalqaro qonunning 8 yillik yo'nalishini burdik. Biz Xitoyning yadro iqtidorini davrimizning strategiyalik realligiga moslashtirishga chaqirdik. Dunyoning har qaysi joylaridagi har darajalik davlat ishlar mahkamamiz Xitoydagi tangdoshlardan faqat odillik va o'zaro manfaatlanish talabida bo'lib keldi. Ammo bizning usulimiz faqat qattiq qo'l bo'lishla emas. Bu bizga umid qilgan natijani bermasligi mumkin. Biz yana Xitoy xalqi ichidagi Xitoy Kommunistik partiyasidan butunlay chegarasi ayrilgan, dinamik erkinlikni so'yadigan kishilar bilan uchrashishimiz va ularni kuchlantirishimiz kerak. Bu yakka diplomatiyadan boshlandi. Men qayerga baray talantliq va tirishchan Xitoylik ayollar bilan ko'rishdim. Şinjanның jazo lagerlaridan qechib ketgan Uyg'urlar va qozoqlar bilan ko'rishdim. Men Hong Kongning demokratiya rahbarlari bo'lgan kardinal Zendin Jimmy Ligicha paranglashdim. 2 kun ilgari Londonda Hong Kong erkinlik jangchisi Nathan Lu bilan ko'rishdim. Алдыңғы ayda ishxonamda Tiananmen maydonida hayot qolganlardan bu yerda hozir bor bo'lgan birisining kechirmishini angladim. Wangdan Xitoy xalqining erkinligi uchun kurash qilishni azaldan to'xtatmagan halqiliq o'quvchilarning biri. Wangdan sizni tanishimiz uchun o'rningizdan turing. Bugun biz bilan birga yana Xitoy demokratiya harakatining otisi Wei Jinshinmi bor. O o'z tashabbusi sabablik necha 10 yilni Xitoyning emgak lagerida o'tkazgan. Wei Jinshin apandi, o'rningizdan turing. Mening so'g'uq urush davrida cho'ng bo'lganligimni va armiyada turganligimni bilasizlar. Men kommunistlarning doim degidek yolg'on so'zlaydiganligini bilaman. Ularning eng cho'ng yolg'onchiligi o'zlarini ta'qib ostiga elib olgan. Ümitsizlangan va fikr qilishga jur'at qilmagan ashu 1 milliard 400 million odamning vakili deyishidir.
Дәл әксіче, коммунистlar har qandaq düşmanga qaraganda öz xalqining rost gap qilishidan hammadan bak qo'rqidi. Ularning mahkam yepishib olgan bu huquqdan ayrilib qilishga buningdanmi yaxshi sabab yo'q. Kommunistlar bo'lmasa, Xitoylar emas, bu tashqi dunyoning qanchalik go'zal bo'ladiganligini o'ylab beqinglar. Kashki biz Wuhandagi doktorlardan yangi tiplik bu virusning ogohlantirish xitobini anglay olgan bo'lsak va ularning bu yangi virusning tarqalishi to'g'risidagi ogohlantirishlarning tarqalishiga ruxsat qilingan bo'lsa, necha 10 yildan buyon rahbarlarimiz ba'zi jasoratlik Xitoylik kishilarning bu kommunist rejimning mohiyati haqidagi ogohlantirishlarga sal qaradi va e'tibor bermadi. Biz endi bu reallik bilan yuzlashdik. Endi sal qarash yo'q. Ular bizning bu holatimizga hargiz qaytalmaydiganligimizni biladi. Ammo Kompartiyaning harakatini o'zgartirish Xitoy xalqiningla vazifasi bo'lib qolsa bo'lmaydi. Erkin davlatlar bu erkinlikni qo'g'dash uchun kuch chiqarishi kerak. Bu oson emas. Ammo men bizning buni qila oladiganligimizga ishonaman. Mening buningga ishonchim bor. Chunki biz ilgari qilib boqqan. Biz oqibatning qanday bo'lganligini bilamiz. Buningga mening ishonchim bor. Chunki Xitoy kommunistlari Sovet ittifoqi sodir qilgan ba'zi xatoliklarni takrorlayotdi. Davlat ichi va sirtidagi ishonchni yo'qotib, potensial ittifoqdoshlarni chetga qiqish, mulk huquqi va davlatni qonun bilan boshqarishni rad qilyotdi. Mening buningga bo'lgan ishonchim boshqa davlatlardan ko'rgan o'yg'onish va bizning endi ilgari sodir qilgan kechmishga qaytalmaydiganligimizni bilganlikdandir. Men buni Brusseldan Sidneygacha, hatto Xanoygacha anglab kelyapman. Hammadan muhimi, men erkinlikning shirin jalb qilish kuchiga ishonaman va bu erkinlikni qo'g'day oladiganligimizga ishonchim komil. Qaranglar, qattiq qo'l Xitoy kommunistlarining Hong Kongni qo'lga elib olishi bilan faxrlik bu shahardan ko'chman bo'lib ketish sadolarini ko'tarayotgan Hong Kongliklarga. Ularning qo'llarida Amerikaning bayrog'i bor edi. Bu yerda Sovet ittifoqiga o'xshamaydigan farqlar bor. Xitoy dunyo iqtisodiga cho'nqur yiltiz tortib ketdi. Vaholanki Beijingning bizga bo'lgan ehtiyoji bizning ularga bo'lgan ehtiyojimizdan ko'p. Qaranglar, men bu bizning ojizlab kommunistlarning hokimligining tiklanishi muqarrar davr deb qaraydigan bu to'zoq ideyani rad qilaman. Men bu yilning 5-ida Myunxenda aytganimdek g'oliblik yanada erkin dunyoga mansub. Biz faqat uningga ishonishimiz, bilishimiz va uningdan g'urur tuyishimiz kerak. Dunyoning har qaysi joylaridagi insonlar yanada ochiq jamiyatga kelishni xohlaydi. Ular bu yerga o'qishga keladi, bu yerga kelib ishlaydi. Ular oilasi uchun, hayot barpo qilish uchun keladi. Ammo ular Xitoyda o'ltiraqlashishni orzu qilmaydi. Bugun bu yerga kelganim bak yaxshi bo'ldi. Dal buning vaqti edi. Erkin davlatlarning harakatga o'tadigan vaqti yetib keldi. Davlatlarning hammasiningla Xitoyga birdek muomala qilishi natayin. Har bir davlat o'zining egilik huquqini qanday qo'g'dash, iqtisodiy gullanishini qanday muhofazat qilish va o'z mavqesini Xitoy Kommunistik partiyasining bo'yin turqidan qanday qo'g'dab qilish haqida tonishi aniq bo'lishi kerak. Ammo men barliq davlatlarning rahbarlarini Amerikani o'lga qilishga chaqiriq qilaman. Xitoy Kommunistik partiyasining ochiq oshkora bo'lish va mas'uliyatni ustiga ilishida o'zaro hamdamda bo'lishda ching turishga chaqiraman.
Uzun vaqtdan beri hamkorliklarda shartlar Xitoy kommunistlar tarafidan belgilanib keldi. Endi erkin davlatlarning ovozi chiqishi kerak. Biz o'xshash prinsip bo'yicha harakat qilishimiz lozim. Biz Xitoy kommunistlarining so'dalashishi bilan yoki tatliq va'dalari bilan yo'q chiqib ketmaydigan o'rtaq bir liniya hosil qilishimiz kerak. Darvaqa Amerikaning yaqinda Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi qonunsiz talablarini rad qilgani dal mushiningdir. Biz har doim davlatlarni pok bo'lishga chaqirimizki, ularning o'z fuqarolarining shaxsiy uchurlari Xitoy Kommunistik partiyasining qo'liga tushib ketmasin. Biz buning uchun o'lcham qo'ydik. Hozir ba'zi kichik davlatlarga nisbatan bu tas. Ularning ba'zilari bu sabablik ziyon tortishdan qo'rqidi. Oddisi biz bilan birga turishga hozircha jur'at qila olmayotidi. Darvaqa bizning bir NATO ittifoqdishimiz Hong Kong masalasida zarur vaqtda biz bilan birga turishdan ojiz keldi. Chunki ular Beijingning o'zlarini Xitoy bozoriga kirishni cheklab qo'yishidan ansiraydi. Bu tarixiy bir mag'lubiyatni keltirib chiqaradigan qo'rqinchaqliq. Biz uni takrorlay olmaymiz. Biz bu tarixdagi xatoliklarni takrorlavasak bo'lmaydi. Xitoyning xirisi demokratik davlatlardan tirishchanlik ko'rsatishni, kuch chiqarishni talab qiladi. Yevropadagilar, Afrika va Janubiy Amerikadagilar, bo'libmi Tinch okean rayonidagilar. Agar biz hozir o'zil kesil harakatga o'tmasak, Xitoy kommunistlari bizning bu erkinligimizni supurib ketadi va u qadar badal to'lash bilan vujudga kelgan tuzumni asos qilgan tartib Xitoy kommunistlarining qo'lida vayron bo'lib tugaydi. Agar biz tez puksak, balalarimizning balalari bugungi kunda erkin dunyoning kushandisi bo'lgan Xitoy Kommunistik partiyasining shafqatiga qarab qilishi mumkin. Bosh rais Shi faqat biz yo'l qo'ymasaqla Xitoy ichi va sirtida bu mustabidlikni mangu davom qila olmaydi. Bu hargizmo cheklash masalasi emas, bundaq deb qaramanglar. Bu biz azaldan ko'rib baxmagan murakkab yangi xiris. Sovet ittifoqi erkin dunyoga taqib etilgan edi. Kommunist Xitoy bo'lsa, allaqachon eshik oldimizda divaylab turibdi. Biz bu raqobatga yolg'iz taqobil tura olmaymiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, NATO, G7 davlatlari, G20 davlatlari iqtisodiy, diplomatiya va harbiy kuchni to'g'ri nishonda kuchlik iroda bilan birlashtirsalar, bu xirisqa taqobil tura oladi. Balkim o'xshash fikrdagi davlatlar yangi bir demokratik ittifoq hosil qilishning vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yangi birlashgan davlatlar ittifoqi. Bizning sharoitimiz bor. Hozir buni qila oladiganligimizni bilaman. Biz muqaddas kitobdan oziqlangan bir irodaga muhtoj xolos. Ya'ni armonga tushliq darmon yo'q. Agar erkin dunyo o'zgarish qilmasa, kommunist Xitoy bizni o'zgartidi. Rahat yoki qulaylik bo'lganligini debla o'tmishdagi usullarga qayta olmaymiz. Erkinligimizni Xitoy Kommunistik partiyasidan qutuldirib qilish davrimizning burchi. Hamda Amerika buningda yetakchilik o'ringa eng mos keladigan mukammal boshchi. Chunki bizning mavjud bo'lish prinsiplarimiz bizga bu fursatni ato qilgan. Men oldingi hafta Filadelfiyada mustaqillik sarayiga qarab turib sharhiyliginimdek, davlatimiz barliq insonlarning kam bo'lsa bo'lmaydigan ba'zi huquqlarga ega ekanligini oldingi shart qilgan va bu huquqlarni qo'g'dash davlatimizning vazifasi. Bu nayta oddiy va po'latdek haqiqat. Ya'ni
biz Xitoyni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi xalqlarning erkin yashashi. Richard Nixon 1967-yili Xitoy o'zgarmagicha dunyoning bexatar bo'lmaydiganligini yozganda haqiqatan to'g'ri aytgan. Hozir uning so'ziga qanday quloq selish bizga qoldi. Bugun xavf-xatar aniq. Bugun uyg'onish yuz beryapti. Bugun erkin dunyo cho'qim javob qaytarish kerak. Biz o'tmishga mangu qaytolmaymiz. Tangri har biringlarga baxt ato qilsin. Tangri Xitoy xalqiga baxt ato qilsin. Tangri Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kishilarga baxt ato qilsin. Hammanglarga rahmat. 2020 yili 23 iyul